Voy tog'a, ha? Haydovchilik guvohnomam uyda qolib ketdi. Uyga borib g'irr etib olib kelay. Ya qo'ysang kiyay. Baya qara. Boboning yo'limizdan dan xodimlar chiqmasa boru. Ha, Seni bir-ikki do'qalayman-da. Bir-ikki mushurib. To'qalanga aylantiramiz. Seni urganimni ko'rib, rahmi kelib qo'yaveradi. Tushundingmi? Hayda orqaga qaytmaylik. mayli tog'a. Yürü! Bomba gözümü göreyim ben! Canım! Seni! To'xtang, nima? İstakince masraf tutamam yani! Serjant topib ol deyib. Nima gap? Nimaga uryapsiz o'zi bu haydovchini? Urmay bo'ladimi uni? Urmay bo'ladimi? Ha? Qilgan ishini qarang! Nima qildi? Haydovchilik guvohnomasini tashlab ketdi bu ahmoq! Yo'q, Sakkalang men bir narsa deyapmanmi? Ya? Endi yoshlik qildi-da, uka. Bu yaxshi emas, uka. Yaxshi emas. Guvohnomani yoningizda olib yuring, xo'pmi? Xo'p, hozir uyga borib olib oling. Xo'p. Ha, ko'rdingmi jiyan? Bopladimmi? Tog'a, hali ham kechmas. Yo'l uzoq. Uyga borib hujjatlarimni olib kelay. Qo'y! Menday tog'ang bor, nima g'aming bor? Hayda! To'xtang, nima bo'lyapti? Serjant, nima? Qolmaymi? Hey, nima bo'lyapti? Tinchlikmi, nima bo'lyapti? Bu eshakni qilib kelgan ishini qarang. Xo'sh, Haydovchilik guvohnomasini uyiga tashlab ketdi. to'xtang. Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Yoningda olib yur. Bor yo'qol. Ket. Komandir. Ko'zingga qarab keting. Uzr. Bor ket. Ahmoq. Rahmat komandir. Nimaga to'xtading? Tog'a, gayi. Ha? Gayi. Ana gayi turibdi. Bo'lsa bo'lar, boyagi suhbatni davom etamiz. Hey! Voy, to'xta! Qayerga? Qo'ying tog'a. Sizdan kaltak yeganimdan ko'ra haydovchilik guvohnomamni olib kelaman. Mumkinmi? Assalomu alaykum ustoz. Shogird. Va alaykum assalom. Ustoz. Qobiltoy, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'tir. Uzr, ustoz, uzr, ustoz, ming bor uzr. Ya? Qobiltoy, Yo'q. nega bu 2 soat taqib olsanmi? Ha, 2 soat taqishimning boisi mana soatim bir ishlab, bir ishlamay qolyapti. Ha. Shuning uchun bunisidan buni to'g'rilab olyapman. O'zingiz yaxshimi ustoz? Mana dori-darmonlarni ichib yotibmiz, ozgina mazza yo'q, yotibmiz-da. Yaxshi bo'lib keting. Ha. Kasallik o'lsin kasallik. Ha. Kelib sizga yopishibdi-da. Ha, nimasini aytasan shogird? Itday ozib ketibsiz-ku. Ha? Bor. Qobiltoy, ozgina mazza yo'q, endi xafa bo'lmaysan. Mayli, boraver. Ustoz, bu narsa olib kelganman sizga. Hali o'tirib yeb olarsiz. Mayli. Yana kelaman ustoz. Kelmasak ham mayli, boray.
Oy. Assalomu alaykum ustoz. Oh. Meva cheva. Kamolboy, qanday, yaxshimi? Charchamayapsizmi ustoz? Qani? Manzarangiz yaxshimi? Yo, bismillahirrohmanirrohim. Bir duo qilingchi. Tinchlik bo'lsin, shogirdlarga ham insof bersin. Allohu akbar. Ustoz charchamayapsizmi? Manzarangiz yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi ustoz? Maza yo'q-da. O'zingiz yaxshimi, Kamolboy? Ha, yaxshi, Xudoga shukr, Xudoga. Oila tinchmi? Xudoga shukr. Siz bezovtaman, yotavering ustoz. Kamolboy. Aha. Shu ilgarigi shogirdlarim juda aqlli, farosatli edi. Shunday ustoz. Mana o'qishni bitirib, mana ishlayapsiz. Ishni tashlab kelib, ustozni ko'ray deb yumushlar tashlab kelib o'tiribsiz. Shunday. Rahmat. Rahmat. Hozir o'qitayotgan shogirdlarimdan bittasi kelib ketdi. Qarang. Bo'lmasa qancha sizlarga bergan tarbiya, ta'limni shu shogirdlarga ham borimni beryapman. Menga qarab aytadi, ustoz dedi, ikkita ozib ketibsiz deydi. Ustoz, siqilmang. Hali Xudo xolasa molday semirib ketasiz ustoz. Nima? Kamoltoy. Keldi ketdi ko'p bo'lganiga charchadim-da endi, ha? Aha. Bo'lmasa men bora qolay ustoz. Xafa bo'lmaysiz-da. Yo'q, hali yana xabar olarman. Hop, ustoz. do'st. Bormilar, omonmilar? Hey. Qadrdonim. Voy. Ey. Do'st, uzr. Ming bor uzr. Shunga Yezib qo'yding. mana nevara ham keldi. Assalomu alaykum. Amaki, yaxshimisiz, tuzumsiz, tinchmisiz? Ha, Qani? oyoqdan beri mana shu yerda turaversan. Bu yerda tur. Katta bo'pti-ku. Ha. Sog'lig'ing qanday do'st? Masa yo'q, do'stim. Nima bo'lyapti? Qadrdonim, kelganing yaxshi bo'pti, do'stim. Dardimni kimga aytaman? Jon do'stimga aytaman-da. Menga ayt. Ha, Men eshitaman. yaqinda ikkita shogirdim kelib ketdi. Ha? Men shu shogirdlarga borimni berganman. Bor bilimimni, ta'lim, tarbiyani berdim shularga. Shular odam bo'lsin dedim. Bu bittasi menga qarab, ustoz deydi, itday ozib ketibsiz deydi. Meni itga o'xshatyapti. Yana bittasi aytadi, molday semirasiz hali deydi. Shunday ko'nglimga tegdi. Shunday xafa bo'ldim. Ey. Shularni o'ylab, shogirdlarimni og'zing tinmasdi. Satqaysar, qayg'urma shularga. O'zi ular odamdan ta'lim olmagan. Eshakdan ta'lim olgan. Olib ketdi, bu og'irlashib shekilli. Hurmatli haydovchi. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim eting. Hurmatli haydovchi. Hujjatlaringizni taqdim eting deyapman. Balki telefon raqamimni ham so'rarsiz-a? Siz noto'g'ri tushunmang, hurmatli haydovchi. Men sizdan hujjatlaringizni so'rayapman. Balki men bilan tanishmoqchidirsiz. Yo'q, hurmatli haydovchi, siz meni noto'g'ri tushunyapsiz. Men sizga hujjatlaringizni taqdim qiling deyapman. Menga qarang. Siz o'zingizni tanishtiring avval. Kimsiz? Balki soxta militsiya xodimidirsiz. Serjant Tutvoldiyev, marhamat qilib endi hurmatli haydovchi, hujjatlaringizni taqdim eting. Men haq-huquqlarimni juda ham yaxshi bilaman. Xo'sh. Nima uchun meni to'xtatdingiz? Hurmatli haydovchi, kechirasiz, men sizni to'xtatganim yo'q. Sizdan yana bir marta so'rayapman. Nima uchun meni to'xtatdingiz? Men sizni to'xtatganim yo'q, hurmatli haydovchi. Tushunmayapsiz shekilli.
Nima uchun meni to'xtatdingiz? Men sizga yana bir marta takror aytaman. Men sizni umuman to'xtatganim Yo, yo'q. nima uchun to'xtatdingiz? Sababi bordir. Men sizni to'xtatganim yo'q. Simyog'och to'xtatdi. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. O'lkamizda kuz ajoyib fasl, ajoyib voqealarga bo'ladigan fasl. Shunday ekan, bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni mana shunday ajoyib voqeani boshlaridan kechirgan qahramonimiz Jumanazar aka bo'ladi. Hozir biz u insondan boshlaridan qanday voqealar o'tganini va albatta ana shu uchar likopcha qayerga olib borgan, nimalar haqida suhbatlashganini o'z og'izlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum Jumanazar aka, xo'ming, yaxshimisiz? Oldingi safar suhbatimizni xonadoningizda boshlagan edik. Endi hozir o'zingiz qo'yerda qo'ymay olib keldingizki, sizlarni mana shu voqea joyida birga suhbatlashib, nima bo'lganini mana shu voqea joyida aytib bersam deganingiz uchun birga keldik. Marhamat, o'zi voqea qanday sodir bo'lgan? Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli meni shinavandalarim, muxlislarim. Men to'g'risini aytishim kerak. Men uyimda ham ikkinchi suhbatimiz davom etsak bo'lardi, lekin mana shu joyda aynan men o'zga sayyoraga uchib ketgan joyda suhbat qilishni xohladim. Samarqandga ketayotgandik. Mana shu yo'l yoqasida to'xtasak, ko'zimga bir kuchli yorug' tushdi. Voqea kechqurun bo'lyapti demak, shunaqami? Ha, men xavotirga tushib qoldim. Quyosh yerga tushyaptimi deb. Xavotirga tushib qoldim. Qarasam, projektor ekan. Projektor. Bu projektor shu darajada kuchliki ko'zlarimni yumib oldim. Sekin uchar likopcha yerga yaqinlashdi. Uchar likopcha. Bir gugurt qutdi balandlikda edi. Yerga tegmay turganda? Tegmay turganda muallaq edi. Bunday tagidan qo'limni qimillatdim. Oyoqlari ham yo'q. Nam qimillatdim. Yo'q. Xullas, ichidan bir sochi yo'q ayol menga qarab, "Hay. Hay. Jumanazar aka, bu yoqqa keling. Bu yoqqa keling" dedi. Keyin men cho'chimaganimning sababi men oldin ham bular bilan uchrashganman. Qachon yana bu voqea birinchisi demoqchisiz? Qachon sodir bo'lgan? Birinchi safarim 1990-yil 28-mart kuni bo'lgan. Qancha turgansiz u yoqda? 28-martda ketib 18-aprelda qaytganman. Sanatoriyada ham shuncha yurashda endi vaqt bo'lib qoldi. Bola chaqani sog'indik deb turib borib keldik. Xullas uchar likopchaga taklif qilishdi. Uchar likopchaga kirsam, ikkita erkak kishi turibdi. Ikkita erkak kishi. O'tiring Jumanazar aka. Aka yo'q demang. Jonim akam, biz sizni o'zimiz bilan abadiy olib ketamiz dedi. Siz nima dedingiz? Men aytdimki, yo'q, o'z o'lkamizdan ayirmasin. Mayli, sizlar bilan bir boraman, meni bir tomosha qildirasizlar, ko'rmagan joylarimni ko'rsatasizlar dedim. Ular meni olib bordi. Xullas ko'rsatishdi, yana olib kelib tashab ketishdi. Nazar aka, bitta savol. Ularni shu likopchasi qanaqa yoqilg'ida yurar ekan? Aytsam ishonmaysiz. Metanda yurar ekan. Ha, shunday ko'rinmay turib zapravka qilib ketdik. Lekin o'chirtsiz, navbat bo'lmadi. Borsak, unaqa bir o'chirtab yo'q ekan. Shunday metan yoqilg'i qo'ydik-ku, uchta ketdik. Safar yaxshi bo'ldi. Endigi safarimiz Xudo xolasa mana 3-chisi bo'ladi. Bugun keladigan bo'lib turishibdi. Qo'ng'iroq qilishdi-da kecha. Keling, Jumanazar aka.
Ahamiyat bermang. Jumanazar aka, shu borganingizda nimalar to'g'risida suhbatlashdingiz? Nimadir rejalar qildingizmi shunchalik? Mana bugun qaytib ketaman, bugun kelish kerak deyapsiz-da. Nima uchun qaytib ketmoqchisiz yoki qanaqandir rejalar qilib kelganmisiz bu borganingizda? Rejalar endi shular bilan sal quda-andachilik qilsammi, odam Qarindoshchilik rishtalarni ulamoqchisiz. shunaqa. U yoqda meni farzandlarim ham bor. 100 ta o'g'lim, 20 ta qizim bor. Shularni 50 tasini to'yini bitta qilaman. Kam xarajat bo'lsin deb, shunga 50 tasini to'yini bitta qilsamda, endi shu xudanda o'zimiz chiroyli qilib o'tkazamiz. Bu yerdagi qarindoshlarchi, ularni borishi, qatnashi, kelishi yoki ularni bu yoqqa olib kelmoqchimisiz? Yo'q. U yoqdan faqat ana kenja farzandlarimni olib kelaman, qo'lni halollab qo'yaylik deb sunnat to'yini shu yerda qilmoqchiman. Chunki sunnat qiladigan usta yo'q ekan bu yerda. Doktorlari ham o'ziga yarasha meditsinasi sal yaxshi rivojlanmagan. Sunnatni shu yerda qilib olib chiqib tashlaymiz keyin. Mana hozir keladigan payti bo'lgan, o'z ko'zingiz bilan guvohi bo'lasiz. Lekin ya U menga ko'rinarmiki, Jumanazar aka, nima deb o'ylaysiz? yo'q, o'sha qo'nganda ham hech kimga ko'rinmagan. Mana qo'nishdi. Mana bolalarim kelishdi. Bolalarim o'zlari olib ketgani kelishdi. Mana bunisi kenjasi bo'ladi. Kenjasi. Mana bunisi kattasi bo'ladi. Kattasi. Endi sekin asta bularni bo'yi archanikidek sekin o'sar ekan. Ha, sekin o'sar ekan. Mana katta o'g'lim bo'ladi. Mana qizlarim, mana bu tomoni hammasi qizlarim. Xullas farzandlarim hammaligi kelishibdi. Endi men bitta kichkina bo'lib qo'yay, rost sog'inganman-da. Malades. Jim, to'polon qilmang. Gapirmay tur. Endi bular sizga ko'rinmaydi. To'g'risi, ahamiyat bermang bu narsalarga. Jim, cho'ntak kovlama. Bunday qilmang. Shularda bor pul ishlatilmaydi-yu. Xullas, men shinavandalarimga hozircha xayr deyman. Men farzandlarim bilan borib, bularni sayyorasida ham ozgina bir to'y gumraqasir to'ylarda o'tkazib, yana albatta qaytib kelaman, yana taassurotlarimni sizlar bilan baham ko'raman. Hozircha xayr! Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'rtoq serjant Suvaldiyev. Til topdib? Qayerdasiz? Har doimgi joyda turibman-da. Qayerda bo'laman? Ishlar yaxshimi? Yaxshi emas-da. Ha? Ertalabdan beri turibman. Bitta qoida buzar tushgani yo'q. Kecha ham kuni bo'yi turib, hammasi odobli. Voy, hujjati joyida. Nomard, bitta qizildan o't, bitta xat, hech bo'lmasa palasani bosib qo'y. Yo'q. Bugun ham boshliqdan gap eshitadigan bo'libsiz-da. Shunga o'xshaydi. Menda zo'r bo'ldi. 10 ta qoida buzganlarni jarimaga tortdim. To'y bo'lib ketdi-yu. To'y ustiga to'y bo'ldi. Ichida 2 ta 01 ham bor. Bizda hamma tomon azab bo'lyapti. Menda bir maslahat bor. Shu sizga yaqin joyda to'yxonami, kafe, barmi? Bormi? Bar. Bor. O'sha kafe, barni kuzating. O'sha kafe, barda ichlarida ichgan 01lar chiqadi. Ular qachon ichib chiqadi deb kunimni o'tkazib o'tiramanmi bu yerda? Menga qarang. Sabr qiling, hammasi yaxshi bo'ladi. Yo. Maza qildik lekin. Rahmat sizlarga. Rahmat. Uchtasi chiqyapti. Shoshmang, menga qarang. Ichidan eng galdiraganini ushlang, o'sha aniq 01 bo'ladi. Bor, bittasi rosa yetilganga o'xshaydi. Baliqmi? Baliq.
til topdi yeb. Obed qilib qo'ymang. Obed mendan. Kelishdingmi? Mayli, gaplashamiz. Oltin baliq. Yek. Ey oltin baliq. Tilagimni eshit. Meni shahar markazidan dangillagan hovlim bo'lishini xohlayman. Ey odamzod, nega buncha ahmoq bo'lmasang? Agar shunday imkoniyat qo'limdan kelganida oyna ichida yasharmidim? Nima? Sen oltin baliq emas, firibgar ekansan. Turing ketdik. Firibgar. Yuring. Allah. Nima degan eshitdilaringmi? Meni sharmanda qilib qo'limdan ushlab yurmaydi, men o'zim yura olamanmi? Bo'pti. Hayda olasizmi? Nima hayda olmayman? O'zim tashlab kelaymi? Yo'q, o'zim haydayman. O'zim tashlab kelay. Yo, bo'pti. Assalomu alaykum komandir. Va alaykum assalom. Serjant Tutvoldiyev. Nima xizmat komandir? Hurmatli haydovchi, marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilsangiz. Hammasi shuning ichida. Xo'sh. Sug'urta bor-a? O'qishni bilasiz-ku, yozilgan sug'urtadir. Bayramdan chiqib bayramga kelibsiz-da. Bu yerda bayram bo'lyaptimi? Aza bo'lib turuvdi, siz kelishingiz bilan boshlandi. Qani bir kukdingchi. Yana bir marta. Bu yoqqa tushunchi. To'g'riga yuring. Yuring. To'g'riga yuring. Orqaga. Yuring. Ya, Nima gap o'zi tuyishdingmi? tushunmayapman. Hozirgina oyoqda zo'rg'a turuvdingiz-ku. Siz ichganmisiz-ku? Men ichganim yo'q, Hop, oshna og'aylaringiz zo'rg'a amallab olib chiqishdi, mashinaga o'tirg'izishdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim-ku. To'g'ri. Bugun komandirdan xodimlarini chalg'itish meni navbatimda. Hiç omadim kelmadi-da. Mana qarang, shu boshqa safar o'tiraylik. Hozir mening boradigan joylarim bor. Nimaga tushunmaysiz? Baraka topdir, aytganda qiling. Yo'q demang. Bir piyola ko'k choy ichamiz, ozgina jizbiz qilamiz, ketaveramiz. Xo'pdik? Rahmat. Shu hozir uchrashuvim bor. Shuni bir ertaga baqirja o'tiraylik. Oqibat qiling, oqibat. Yuring bir piyola choy. Bir piyola choy. Bo'lmasa bunday qilamiz. Ozgina o'tiramiz. Choy. Men qo'y go'shtini yaxshi ko'raman. Keling aytasiz, ozgina bir xotirasi obed qilib olib, keyin chiqib ketaman. Maylimi? Qo'y go'shti? Ha. Bo'pti. Yuring.
Xotin! Xotin! O xotin! dadasi. O'lib qoldingmi? Qayerlarda yuribsan, barakajon? Aytsam ishonmaysan. Ko'pdan beri ko'rmagan do'stimni yo'lda uchratib qoldim. Shuni mehmondorchilikka olib keldim, xotin. Qiynab keting, haqqi qiynab keting. Jonim yetdi siz 2 kunda mehmon ko'tarib kelaverishlaringiz, boring, yo'q devoring bor. Endi uyga yurdim qo'ydim. Qanday bu? Qanday qilib olib kelgan bo'lsa, shunday yo'q deng, xo'pmi? O'zi kecha kuzatib yubordik-ku bir mehmonni. Ha, kecha-yu, bugun emas-ku. Yo'q. Seriyallarim ham qolib ketdi sizning mehmoningiz dastida. Boring yo'qoting nima qilsangiz, qani yo'qoting. U itmidi, uni olib borib adashtirib kelaman, yo'qotib kelaman. Kalar joyda. Uyat bo'ladi, uyat. Uyda hech narsa qolmadi. Dasturxonga qo'yadigan hech narsa qolmadi uyda. Bu mehmon kelar, eshikdan rizq kelar, teshikdan deydi, kelib qolar. Boring, nima qilsangiz qiling, uyga qo'ymang lekin. Xo'pmi? Menga qara. Ko'p gap ko'paytirma. Bo'lmasa borma, kiraman, nima qilaman? Nima qilasiz? Nima qilasiz? Bo'lmasa hal qilga. Bo'lsa, Hal qilaman. Hal qilaman. Nima deyman men hozir? qo'y, men o'zim olib kiray shuni. Kim u? Man kelin. Eriza og'aynisi Erkinboyman. Kim kerak? Ha? Kim kerak deyman? Eriz bilan hozir birga keldik. Mehmon qilaman deb olib keldim. Erim yo'q edilar uyda. Ya? Nega yo'q bo'ladi? Kelin? Yo'q. Qanaqa xotinsiz? Men hozir eriz bilan birga keldim. Qo'y yerda qo'ymay, xoli jonimga qo'ymay olib keldik-ku. Bironkin keling uyda bo'lganlarida. Ya qanaqa odamsizlar ey? Eringizda ham sizda ham uyat yo'q ekan. Ya, men ham ishimni tashlab kelib o'tiribman. Hozir birga keldik. Mana shu eshikdan kirib ketdik-ku eringiz. Bir hafta bo'lmaydilar uyda, aka, erim. Yo'q, unaqa qilmanglar ey. Kelin, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Eringiz mana shu eshikdan kirib ketdi. Ya. Senga kim aytdi Doniyorning darvozasi bitta deb? Balki orqadan chiqib ketgandir. Deyman? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat aka. Jambilga tashab qo'ying. Jambilga? Mayli, tashab qo'yamiz. Qancha bo'ladi? Aka, ot bilan tuya bo'larmidi? Men shuni berib qo'yaveray. Ha? Ha. Qanday bo'lar ekan? Qanday bo'ladi? Bo'ldi aka. Mana akamjonim yetib keldik mana. Rahmat. Ha, endi ana uni. Ha, bo'ldi. Esimda. Hey! Ya, siz eziz joydami nima qilyapsiz? O'zingiz so'ragan narsani berdim. Yo, yana bitta beraymi? Yo'q, rahmat. Ha, kim bola? Meni sizga kim bergan? Xudo bergan bola. Qanday qilib? Xudo laylak orqali seni bizga berib yuborgan. Laylak tashab ketgan seni. Bor qara ana eshik jiringlari. Alaykum assalom.
bolam? Ha, Laylak, ishdan kelibdi, bozor qilib kelibdi. Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Chiqmaysanmi, o'tirasanmi? Yaxshi gap bo'ldi lekin. Endi o'tirish yaxshi bo'ldi. Qaytmasak bo'lmaydi endi. O'tirsangiz bo'lardi. Endi boraylik kutib qolishdi. Sen o'tirib turing, hozir kiraman. Hop. Hey bor. Ya, nima qilyapsan? Men qara. Mana bu bola sizni bolangizmi? Bizni tufliga suv to'ldiryapti. Ey. O'ylab gapiryapsizmi? Bizni bolalarimiz suyishdi. Bizda o'qimishli ziyoli insonni bolalari shunaqa ish qiladi deb o'ylaysizmi? Yo'q, endi. Hayronman. Ey, o'ylab gapiring. Bizni bolamiz bunisi emas. O daraxtning tagida ikkinchi poyiga tuproq to'ldirayotgani bizda o'g'ilcha bo'ladi. Ey bola, ey. Yaxshi. Aylanib ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otaginam yaxshimisiz? Ana. Yo'q, biz. Ke bolam, ke. Tinchmisiz? Ana. Sonlarz yaxshimi? Rahmat. Qayning. Tinchlik bo'lsin, omonlik bo'lsin. Allohimma. Endi ishga ketyapsanmi? Bir borib kelay otam. Ha. Bir aylanib kelay. Ishlagan tishlaydi bolam. Shunday otam. Ke. Qo'lingni ol. Ha, ana. Yer yong'oq. Ana. Ey, yashang. Ota, kunda kun ora o'tgan qaytganimda ilinasiz. Ha, shunday. Buni ataylab sotib olasizmi yoki bir hikmati bormi? Yo'q, qanaqa hikmati bolam? Men har kuni Snickers yeyman. Shu shokoladning ichidan yong'oq chiqadi. Tishim yo'qda. Shu og'zimga solamanda bu yoqqa o'tkazib chaynayman, bu yoqqa o'tkazib chaynayman. Yutolmayman-da. Keyin shunday chiqarib hammasini to'playman-da, senga ilinaman-da, bolajonim. Nima? Keldik opa. Rahmat, qancha bo'ldi? Siz 6000 beravering. Qancha? 6000? Voy, o'zi 3000lik yo'l-ku bu, uka? Shu boshiga 3000 dan-da opa. Siz 2 kishisiz opa. Shunaqasi ham chiqdimi? Ha, endi Sizlarga gap yo'q. mayli sog' bo'ling. Rahmat. Eson-omon qutulib oling. Yaxshiyam egizakligini bilmadi. Bo'lmasa 9000 olardi. 3000 foydaga qoldi. Munisa. Tabriklayman. Yoshim 38da. 38. O'tirib qolganman. Qayerga o'tirib qolgansiz? Yo'q, onamning uyida o'tirib qolganman. Yaxshi joydan chiqishini kutaverib, oxiri o'tirib qolibman. Ay, buning hech qanday yomon tomoni yo'q. Men ham otamnikida o'tirib qolganman. Siz nega o'tirib qolgansiz? Nega o'tirib qolgansiz? Juda ko'p eshikda so'rab bordik. Hech kim bermadi. So'ravdik, bermadi. So'ramay ham qo'ydik. Oxiri. Oxiri. Nima ish qilasiz?
Men pistoletchiman. Baxtimdan o'rgilay. Harbiymisiz? Yo'q. Yoqilg'i quyish shoxobchasida pistoletchi bo'lib ishlayman. Qo'lingizdan yana nima ish keladi? Qo'limdanmi? Benzinni hidi keladi. Assalomu alaykum. Bormisiz? Ha, keling. Ey akajonim. Bir yaxshilab ko'rib bering mashinani. Hop. Bu yog'ini bir ta'mirlatmoqchi edim aka. Bo'ldi. Qani? Qiladigan mufattiy bor. Ha, shunga bir qo'l yugurtirib bersangiz degandimda. Nima qilish kerak aka? Xullas, BMW'ni motorini qo'yib berish kerak-da. BMW'ni. Nech pul bo'ladi? Hozir 20 million berasiz. 20 million? Ha. 4 ta yaxshi sakadiska kerak, zo'ridan. 4 million to'laysiz. 4 million? Ferrari'ni korobkasini qo'ydirsam bo'ladimi? Yaxshi bo'ladi. Ha? 10 million bo'ladi-da. 10 million? Umumiy ichini-yu sirtini bir tuning qildirmoqchiman-da. Ularni hammi. Ha, bir yaxshi chiqsin deb. Bir mehr berak. Nech pul bo'ladi aka? Sal kelishtirib ayting. Hamma tomonni. Hozir 10 million berasiz bunga. Aka, bir Shiguli mashinam uchun 70 million xarajat aytyapsizmi? Hazillashyapsiz men bilan? Hazilmi? O'zingiz boshladingiz-ku. Hazil qilishdi. Jiyan, senga ishonaman. Traktor aytib qo'yganman. Traktor kelib qoldi ana. Aha, xavotir olmang, tog'a. Bolalar bilan biz bugun mana shu to'yda ertalabdan kechgacha xizmatdamiz. Ustunlarni olib kelib joylashtirib qo'yamiz. Kiyimlaringizni almashtirib kelmaysizmi, tog'a? Hozir almashtiramiz borib. Hozir almashtiramiz. Aha, bo'pti, bolalar, yuringlar. Traktor keldi. Assalomu alaykum. Yigitlar, biz hozir asosiy yo'lga chiqamiz. Dan xodimlari, ya'ni nima? Nozirlar bo'lishi mumkin-da. Ha? Momo men yo'lda ko'rib qolsam, qo'limni yerga qarab silkiyman sizlarga. Ha? Men to'xtat gapirsam ko'rib qoladi-yu. Kelishib olamiz, ketaveramiz. Kelishdikmi? Ha, kelishdik. Kelishga hammamiz yotib olamiz. Kelishdikmi? Kelishdik-a? Kelishdik. Ketdik. Leytenant Bo'riyev. O'rta boshliq nima gap tinchlikmi? Hujjatlarni taqdim qiling. Boshliq, nima ayb ish qildim o'zingiz ayting. Hujjatlaringizni taqdim qiling. Iltimos boshliq tushuntirib bering, men nima ayb ish qildim o'zingiz ayting. Nima ish qilganingizni bilmaysizmi? Yo'q-da. Telichkaga odam olish mumkin emas. Nega odam oldingiz? Odam olganim yo'q. Ha. Odam olganim yo'q, boshliq. Hop, orqada o'tirganlar odam bo'lmaydi. Nima u? Kim u? Ular odam emas. Ular mol. Mol ular. Mol. Odam bo'lganda, dan xodimini ko'rib, telechkaga yotib olmaydimi? O'tirsangiz bo'lardi. Borardingiz. Xudo, qanaqa odamsiz? Qanaqa davlatga boshlab keldingiz? Nima qildim?
kim? Biz sinfdoshlaringizni qarang. Xuddi yosh bolaga o'xshaydi. Gapirayotgan gapini qarang. Nima bular maktabda koridor tamomlaganmi? Kursdoshlaringizni qarang. Kim aytadi bularni olmayman. Qo'ni qo'shnilaringizga g'iybatchi ekan. Manday insonni shular davrasiga tiqib qo'yib, o'zingiz xudo. To'rga o'tirib olsiz. Sizda bir ozgina nima bormi, xudo? Odam oynaga qarash kerak. Men kimman, xudam kim? Sal bir odam o'ziga baho berishni ham bilish kerak-da, xudo. Men kimman bilasizmi? Tekstil zavodi 28 ta magazinim, hali zapravkalarim bor. Men holatimni bilasizmi? Sizda nima bor, xudo? Nima bor? Menga qarang, yo'q. Bo'ldi, yetar. Bilmasangiz bilib oling, ey. Sizni bitta qizingiz bor. Xo'sh, Shu qizingiz bizning o'g'ilchani turmush o'rtog'i bo'ladi. Ya'ni kelinim. Bizga shuni o'zi voh yetadi. Tushundingizmi? hazillashaman ey xudo. Sizga hazil qilmasam kimga hazil qilay? Sinfdoshlaringiz va do'stmisan do'st. Qarang, va qayg'u bular sifatini eshitib maza qildim bilasizmi? Gap yo'q. Kursdoshlaringiz aytmaysiz, bari o'qiganda gaplari shunaqangi dono, ajoyib qilib so'zlashayapti. Qo'ni qo'shnilaringizni aqlligini aytmaysizmi? Voy birdamligini. Ey o'zingiz ham dono odamsiz-da. Dono odamni atrofiga yaxshi odamlar to'pladi. Bo'ldi. O'zingizga keldingiz, bizga shuni o'zi yetadi. Tushundiramizmi? Adashmasam ketyapmiz. Meni mehmonlarim kutib qoldi. Shularning oldiga chiqing. Hop, salomat bo'lamiz. Xudo. Nima? Qizimga salom qilib qo'yasiz-a? Esimdan chiqmasa aytib qo'yaman. Hop, xudojon, mana o'tinglar, xudo. Men xo'jayinman. Men aytgan bo'ladi. Tamam. Erkin! Yoqqa kel! Yana onang oldiga bordingmi? Bola. Yurakda izi bording-ku. Nimasini o'ylaysan shuni? Ha? Menga qara. Meni o'ylasang ham men aytgan qizni olasan. Gap tamom assalom. Tushundingmi? Onang qayerda yuribdi, ha? Vaqt avvalama hal bo'lib qoldi. Onangga o'xshamaylar demakda. Allohim. O'zim borib hal qilib kelmasam bo'lmadi. Qayerga borasiz? Sovchilikka boraman. Sovchilikka. Erkak kishi ham boradimi, dada? Ya, aralashma. Ya. Onangni jo'natsam bo'ladigan joydan bo'ldirmay keladi. O'zim bor hal qilib kelaman. Bu qiz menga to'g'ri kelmaydi. Nima? U qiz senga to'g'ri kelmaydi? Ha. Bola, qizlarni tanlagandan ko'ra oynaga bir qara.
Tiling bir qarich sayraysan, qiliqlaring 100% onangniki o'xshaydi. 100%. 1 gram menga tortmading, ha? Bu kelin, birovga meni mana bu kelinim deb maqtasang, arzigulik, aytgulik kelin bo'ladi, xudo xolasa bu qiz. Men aytgan qiz bo'lasan. Tamam. Men qil. Erkan! Vay Erkan! Kechirasiz, uzr. Voy, o'tiring. Qayerga? Sizga? Noqulay bo'ladi-da. Voy, nima noqulay? Uyda hech kim yo'q. Mayli. Ket.
Suriyalarni ayyaga keldi. Tez. Ayyachalarim, mana shu ukarlarim. Voy asalim. Dolg'at bilan ovqatlandimi? Yo'q, ovqat yeyishmadi. Faqat shokolad ichdi xolos. Yo'q, kelani masalaga ikkitasi ko'rsatdik. Mana odam ko'ryapsanlar? Ha? Mana shu odam yoshib qildirib bo'lib qolasanlar, ovqatlanmasalar. Tushundingmi? Barkallar. Qani yuringlarchi ovqat yeylikchi. Man Sizni ishingiz tugadi. Sizga ruxsat. ha? Tushunmadim. Men tushunmadim. Ishing tugadi sani. Surbotda. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Haligi olib bergan qo'ylagingiz bor-ku? O'shani puliga ketdi. Qayerdan olib beraman? Hozir choyxonaga berishim kerak. Choyxonada o'rtalarim kutib o'tiribdi. Vaqtim bo'lma, kech qolyapman. Nima dedingiz? Choyxonaga pul bor. Meni qo'ylagimga esa pul yo'q. Ovozingni pasaytir, pul qo'shib Nimaga pasaytirar ekanman? Bor bo'lgandan keyin pasaytirmayman. Nimaga pasaytiraman? Qo'ying, qo'ylagimga pul topib bering. Hali bolalarga kiyim olish kerak, maktabga berish kerak. Mana o'g'ilga shkafim, tog'inlab qo'yish kerak. Voy! Bir marta xiyonat ham qilmanman. Rahmat shumi bu xotindan? Xiyonat bog'ini mevasidan tortishdi, endi mendan ko'rsin. Alo. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ha. Yo, sog'inib telefon qilyapman sizga. Bir uchrashaylik. Ha. Men Doniyor akaysman. Voy, nima qilganingiz bu? Men Tomish ketdimi siz, ha? uzun. Taniyman, kimsiz? Aka. Nima gap ukam? Hech narsa qilganim yo'q aka. Men Men bilan taniyman, o'zlari kelib tegajolik qildi. qachon? Nima bo'lyapti? Ha, kelma, tinchmi? Aka. Aka. Aka, yo'q, qo'yinglar.
Ana shunaqasi bo'lsa. Qatorjon. Bo'ldi, tushlar. Bo'ldi. Yozgan dorilardan nima ko'p suv o'rnaydi mendan. Haliga men akajon nima uzr haliga bilmasdan doktorning o'rniga turaman deb Sanmi o'sha? Aynam tilni sug'urib ha? Akajon uzr akajon men bilmasdan shu ishni qilib qo'ydim. Uzr kechirasiz aka. Tur. Rahmat o'qasa. Qaynatam qilolmagan ishni sen qilib berding. Senga katta rahmat. Mana mashinadan qaytdi. Mashina hovlida turibdi. Rahmat okajon. Rahmat. 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 Qo'ling dard ko'rmasin. Rahmat. Salomat bo'l. Tinchlikmi? Taksharani bejab qo'yishibdi-yu, ha? Hammasiga qaynam. Xotinim aybdor. Yana janjallashibsiz-da. Ha. Bu xotin degani ham bir lotereyaga o'xshagan narsa ekan-da. Xotindan lotereya yaxshi. G'ijimlab ko'chaga tashab ketsangiz bo'ladi. Bu xotinni Men ham uydagilar ota-onam shu uylantiraman deydi. Xolajonimga qo'ymaydi. Shunga shu sizni oldingizga kelyotgandim. Bir maslahat bersangiz deb kelyapman. O'qishda o'qib yurgan paytimizda studentlik davrimizda yuradigan qizingiz bor edi-ku. Ana u Layloni aytyapsizmi? Ha? Ay. Katta qovun tushirib qo'yganman. Ye? Ha. Bog'da uchrashuvga aylanishga olib chiqdim. Bilasizmi, Laylo? Sizni dadangiz, bizni domlamiz. Shu dadangizga bir iltimos qilsangiz, hech bo'lmasa bir uch baho qo'yib bersinlar. Mana shunaqa bo'lgan. Sizga rahmim keladi. Nimaga? Uylanganlarning bittasi menmi? O'lgan ilonni boshini qo'zg'ab nima qilasiz? Menga qilsa yuraveraman. Ota-onam qo'ymayapti-da endi. Bir qiz topibdi endi, Ali qizni bir ko'rsangiz, shunaqangi bir qiz topibdi endi. Agar o'sha qizga uylanadigan bo'lsam, sizni mana bu ahvolingiz holva bo'lib qoladi. Bir qiz bor. Ko'rasizmi? Qanaqa qiz ekan u? Shaharda markazda 5 xonali uyi bor. Propiskasi bor. Ha? Tagida mashinasi ham bor. Mashina, propiska, uy, joy. Hammasi bor. So'ragan-ku, ha? Faqat ana ota-onam olib bermoqchi bo'lgan anaqa qiz emasmi? Ha? Bu telefonning o'tirishingizni qarang. U telefon qilmaysizmi? Telefon suvga tushib ketdi. Obbo. Mang. Telefon qiling. Alo. Kelpigilxon. Kelpigilxon. Yaxshisiz, sog'lar yaxshimi?
Erkinjondan keladi. Erkinjon. Bir gaplashib olaylik, xo'p? Maylimi? Bo'pti, mayli. Yaxshi o'tiringlar. O'lib qolganingda ishi yo'q-a? Cho'l tugilxon. Cho'l tugil. Taqdirimiz qo'shilgan ekan. Shunga haligi men sizga haligi uylanmoqchiman. Agar Yuring, oylab kelaylik. ha? Nima bo'ldi? Natijasi nima bo'ldi? Mayli. Men ku roziman. Xo'sh. Lekin o'zidan bir so'rab ko'ring qani. Aha. U ham rozi bo'larmikan, ha? Uni o'ylayapman, o'zim qo'ng'iroq qilib bilib beraman sizga. Endi nima qilamiz? Boshqasi tegmaydi endi. Bu o'g'il kuydirgi bo'ldi-da. O'g'il kuydirgi bo'ldi. Yillar debdik. Ha, abla. Bu sharmanda qildi-ya. Ha? Qiyshayib qayerda yursan? Ha? Tinchlikmi? Sen orqangdan onang izlab ko'chaga chiqib ketgan. Dada, Ha? o'zimga uylanishga qiz topdim. Ha? O'zimga o'zim qiz topdim deydimi, ha? Bola! Senga ko'rsatmayman o'zingga o'zing qiz topishni. Ha? Gapga? O Erkin. Erkin. Voy Erkin! Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ana o qizga telefon qildim. Qo'sh, nima bo'ldi? U senga tegmasmish. Ha? Sen unga yoqmabsan, tushundingmi? Endi nima bo'ladi? Ota-onang aytgan qizga uylansan. Nima? Yana o'shangami? Bilmadim, qanaqaligini bilmadim. Yo'q. Yo'q!